Sut bezlarining yallig'lanishi avvalo emizuvchi ayollarda 90% hollarda, ayniqsa birinchi marta tuqqan ayollarda kuzatiladi. Shuningdek, mastit chaqaloqlarda va jinsiy jihatdan balog'atga yetish davrida o'smirlarda ham kuzatiladi. Etiologiyasi va patogenezi odatda mastit stafilokokk infeksiyasi va enterobakteriyalar tufayli kelib chiqadi. Kasallik qo'zg'atuvchi ko'pincha sut beziga limfogen yo'llar bilan o'tadi. Ko'krak uchi va ko'krak uchi atrofidagi pigmentlashgan zonaning yorilishi, sut bezining shikastlanishi, kirish darvoza vazifasini o'tashi mumkin. Infeksiya sut beziga sut yo'llari va gematogen yo'llar bilan tushishi mumkin. Ko'krak bezlarida sutning to'xtab qolishi, sanitariya talablariga javob bermaydigan turmush sharoitlari, bolani emish davrida ko'krakni yetarlicha parvarish qilinmaganligi kasallikning paydo bo'lishi uchun imkon tug'diruvchi omillar hisoblanadi. Patologik anatomik manzarasi virulent infeksiya ta'siri ostida sut bezining yiringli shikastlanishi va to'qimalarning yemirilishi bilan kechadigan yallig'lanish jarayoni avj oladi. U yon atrofdagi to'qimalarga o'tganda ko'krak qafasi devori flegmonasi paydo bo'lishi mumkin. To'qimalarda shish va infiltratsiya kuzatiladi. Mastit absesslar vujudga kelishi bilan ham paydo bo'ladi. Odatda yuza mastit ko'p uchraydi. Unga shunday xususiyat xos, yiring bevosita teri ostida bo'lib, u yerdan tashqariga yorib chiqadi va shu zahotiyoq jarayon to'xtaydi. Subareoslar absess yuza mastit turlaridan biridir. Mastitning anchagina og'ir turi sut bezlari bo'lakchasining yiringli yallig'lanishidir. Yiring yig'ayotgan o'choq yetarlicha chuqurlikda joylashgan bo'lib, bezlar parenximasini hamda yondosh biriktiruvchi qatlamlarni qamrab oladi. Bezlar orasidagi yumshoq to'qimalarda va ko'krak qafasi fassiyasida joylashgan retromammar absess ayniqsa og'ir tur hisoblanadi. Tasnifi ikkiga bo'lib olamiz: o'tkir va surunkali. Amaliyotda o'tkir mastitning sirroz, boshlang'ich, infiltratli, absesslashgan, flegmonali va gangrenoz turlari farqlanadi. Surunkali mastitlarga yiringli va yiringsiz turlar kiradi. Yiringli surunkali mastit qisman kam uchraydi. Odatda o'tkir mastit noto'g'ri davolanganda yuzaga keladi. Yiringsiz surunkali mastitga periduktal surunkali mastit kiradi. Shuningdek, maxsus sil, zaxli mastitlar kuzatiladi, lekin ular juda ham kam uchraydi. Juda tez fursatda avj olish boshlanishi mastitga xosdir. Yallig'lanish, et uvishishi, shishning tez kattalashishi va sut bezida qattiq shish. Bu shish hajm jihatdan kattalashib paypaslab ko'rilganda og'riq beradi. Mastitning boshlang'ich bosqichidayoq sut oqishini ta'minlash va sut yo'llarida sut ivishini oldini olish zarur. Sutni muntazam sog'ib tashlash sardobli mastit bosqichida kuzatiladigan yallig'lanishni bartaraf etish uchun ko'pincha imkon beradi. Biroq jarayonning keyingi avj olishi infiltratsiya bosqichiga o'tgach, sut bezi kattalashganda usti qizargan ter ostidagi qattiqlik aniqlanadi. Tungi og'riqlar, uyqusizlik, umumiy quvvatsizlik paydo bo'ladi. Harorat 40 gradusgacha yetadi. Leykositoz ko'payadi, echiti ko'tariladi. Mushak osti limfa tugunlari kattalashganini aniqlash mumkin. Keyin infiltratning yiringlash davri yuz beradi va mastitning flegmonoz, gangrenoz turi avj oladi. Bemorning umumiy ahvoli yomonlashadi, et uvishib turaveradi, septik hodisalar ko'payadi. Yallig'lanish o'chog'i ustidagi teri qizaradi, ko'krak uchining ichiga botib ketganligi ko'riladi, vena turi sathi sezilarli ravishda kengaygani va limfangit belgilari kuzatiladi. Infiltrat sohasi paypaslab ko'rilganda fluktuatsiya aniqlanadi, leykositoz oshgan, anemiya rivojlanadi, siydikda oqsil, leykositlar va donali silindrlar paydo bo'ladi. Ayrim hollarda o'tkir yallig'lanish jarayoni surunkali infiltrativ formasiga o'tishi mumkin. Bu forma kuchsiz isitma, o'rtacha og'riq, infiltratning sezilarli ravishdagi qattiq shish bilan kechadi. Mastitning bunday formasi surunkali, uzoq davom etadigan xususiyatga ega bo'lib, unga davo qilish ancha qiyin kechadi. Differensial diagnoz, ya'ni boshqa kasalliklardan ajratishimiz uchun mastitlarni sut ivib qolishidan, laktostazdan, ginekamastiyadan, ko'krak bezi xavfli o'smasidan, shuningdek, ko'krak qafasi devori flegmonasidan farqlashimiz lozim va eng kerakli bo'lgan nuqta davosiga o'tadigan bo'lsak, tinch xotirjamlik tartibiga amalga oshirish buyuriladi. Bolani ko'krak, ya'ni ona suti bilan boqish to'xtatiladi. Biroq sut muntazam sog'ib tashlanadi. Fizioterapevtik davolash tadbirlari qo'llaniladi. Sut bezi muayyan holatda ko'tarilgan bo'ladi. O'z vaqtida boshlangan dori-darmonlar bilan davolansa, odatda dastlabki 36 soatda ko'pincha naf berib, tez sog'ayishga olib keladi.
Bu davrda antibiotik terapiyani sulfanilamid bilan kombinatsiya qilib keng qo'llaniladi. Sut bezining infiltratsiyasiga novokainli antibiotiklar ampitsilin bilan birga 0,25-0,5 foizli novokain 200 ml miqdorda retromammar yuborilsa naf beradi. Agarda jarayon og'irroq kechib, bez yiring olganda darhol jarrohlik yo'li bilan davolash tavsiya etiladi. Operatsiya odatda venaga narkoz yuborish orqali amalga oshiriladi.